Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Namangan tumani Tepon qishlog'idan obunachilar. Ona bola qo'yimiz keldi mana obunachilar, ko'ringlar. Qo'chqor bolasi mana. Bolasi qo'chqor. 4-qoringa tug'di mana shu bolasi 4-qoringa. Mana obunachilar. Ko'ringlar. Maza qilib qo'yraman degan hojat og'amizga mana qo'ydi. Haqiqatan zo'ridan keldi mana. Ona bola, bolasi qo'chqor. Dumbalar ham ikki ayri dumbasilar mana obunachilar. Shu bolasi ham onasiga yetib olgan. Aznaka. Ko'ringlar obunachilar. Quloq-g'oshlari butun bolasi. Buni narxi kelsa obunachilar 5 million so'm. Azna hayriga o'tgan joyi ham bor, telefon qilib aloqa chiqarasizlar obunachilar mana. Ona bola so'raganlarga, qiziqqanlarga ona bolani zo'ridan keldi obunachilar mana. Bolasini qaranglar, qop-qora. Jonivor. Onasini 8 ta obunachilar, tomosha qo'rganiga qarib qo'yakan. Nimaligimi mana 4 yashar qo'y. Obunachilar. Zo'ridan keldi obunachilar mana. 5 million so'm azna xayri bor, telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Qo'chqor, qarang qo'chqorni obunachilar mana. Qora maza qilib zotga tarbiyalab olaman deganlarga mana qo'ydi. Haqiqatan zo'ridan keldi obunachilar. Nomerlarni qoldirib ketamiz. Telefon qilib aloqa chiqarasizlar obunachilar mana. Telegram, WhatsApp nomerlarimiz ham bor. Nomerda qo'yib ketamiz. Musofirdagilar ham telefon qilib aloqa chiqarasizlar obunachilar. Narxini kelishtirib beramiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar. Sizlarga SMS tarixida borib turadi videolarimiz. Birinchilardan bo'lib ko'rasizlar obunachilar mana. Video joylarda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.